siz u bizga Ramazoni sharifda sunnati muakkada bo'lgan amallardan biri tarovih namozi. Juda ham achinarli holat, Ramazon oyini avvalgi kunida, birinchi kunida masjidlarga odam sig'may ketadi. Biz juda xursand bo'lamiz. Mashaalloh, shunaqangi odamlarni ko'rib, lekin 3 kundan keyin 2 saf qoladi. Bu yerda xatm bo'layapti, odamlar uylarida serial ko'rayotgan, kafelarga kirib choy ichib gaplashib o'tirgan shularni ko'rib nihoyatda achinamiz. Bu Ramazoni sharif vaqtni zoya qiladigan oy emas, balkim vaqtni g'animat bilib qoladigan oy. Har kuni osmondan bir nido qilguvchi farishta tushib, ya bag'iyal xayri aqbil. Ey yaxshilikni ko'zlab turgan bandam, mana endi imkon keldi senga. Vaqt keldi, fursating keldi. Mana endi o'sha o'ylab turgan yaxshi amallaringni qilib qo'ygin. Sadaqotlarni qilib qo'ygin. Yaxshi amallarni qilib qo'ygin. Tilovati Qur'on, zikr, shunga o'xshagan narsalarni qilib qo'ygin. Va ya bag'iyash sharri adbir. Ey yomonlikni ko'zlab turgan banda, sen sal chetlanib tur. Tashlab tur shu odatlaringni, shu yomonliklarni, qo'y g'iybatingni, qo'y o'sha ulfatlaringni, qo'y o'sha serial kinolaringni. Sen mana bu tarafga, yaxshilik tarafga qarab endi o'zgar deb har kuni bir nido qilguvchi farishta osmondan tushib nido qiladi deb mana hadis-i shariflarda, hattoki Ramazoni sharif kirishligi bilan shaytonlar, bebosh shaytonlar kishallanadi va jahannam eshiklari yopilib jannat eshiklari ochiladi deb mana bir qancha hadis-i shariflarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam siz va biz mo'min musulmonlarga marhamat qilganlar.